Bu programının xas namını Şinjan Paridio Soda Çeklik Şirketi öz üstüge algan. Ben Parizat Gani. 20 neçə yıllık ekran hayatımda kino filmlerdeki rollarını şu obraz bulup uğurlap geldim. Güzellikimni tabiatın tabii soğuğuzda soğurup geldim. İsmimge yakın bu şebnem tamçılarını Paridio nam bilen tabiatın soğuğusu süftüde sizgime elip geldim. Gül üstündeki şebnem gül hüsnini culalandırması. Siz gül, ben şebnem. Hüsnümüzge həssilep hüsün koşulgan Paridio bulay. Charchash hozirgi zaman kishilarda bo'libmi erlarda ko'p ko'rilayotgan bir xil ahvoldir. Ammo nurg'un kishi charchashdan g'alitlik his qilmay, uni normal deb qaramoqda. Eltoj so'ylab javhiri tibobatda e'tiborlab ishlatib kelayotgan qimmatli o'simliklardan ayirib ishlangan bo'lib, erlardagi charchashning oldini olib, xizmatni ko'ngildagidek tamomlashga yordam beradi. Erlarga sirdosh Eltoj so'ylab javhiri. Nega bording? Bu bola nelarda yurayotgandi? Turmushimiz mehr muhabbatga to'lsin. Mehri yurish yurishliklari. Sağlık markalık mahsulotlarni e'tibor bahos etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimizga kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqla vakolatchi bo'lib, to'rda ig'lik tikilmoqchi bo'lsangiz, Şinjan Sodamal to'rimizga kiring. Atrofingizga yemek-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor bahad mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'liq erish fursatingiz bor. Urumchi Tianshan rayonining Oltin Soda Chamberki, Şinjan Rashiyoning Uduldagi Soda saroy va o'ltiraq uy birlashgan, ichi-tishi marmar tosh bilan oliy bezalgan va ilg'or boshqaruv sistemasiga ega Meshin Sari, Urumchidagi nuqtaliq maktab, Qaynoq bozor rayoni, doktorxona va go'zal bog'chalar orasiga joylashgan bo'lib, qatnash metro nihoyat qulaylik. Egizligi 3 metr 10 sm bo'lgan 46 dan 141 kvadratgacha uy va do'konlar setib olishingizga va mablag' silishingizga arziydi. Birinchi oyning birinchi kunidan birinchi ayning 20 kunigacha uy setib olganlarga alohida sovg'atlarmi bor. Meshin Sari. Sürekli tatışta özgüçlükki ega Oppo Find X3 yan telefon yurishdik. Nega bording? Bu bola nelarda yurayotgandi? Turmushimiz mehr muhabbatga to'lsin. Mehri yurish yurishliklari. Sürekli tatışta özgüçlükki ega Oppo Find X3 yan telefon yurishdik. Qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan Paridio bo'lish kerak. Paridio erlar yurishligi. Paridio. Hürmetli körmenler, ben sizlerden sırdaş dostumla Adile abimiz. Şinjan Paridio Soda Çeklik Şirketi xas namını ağan Studiyaga kim keldi programmasi Şinjan Radio Televiziya stansiyasida ko'rsatilayotgan naqshi muzikalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi.
Her bir san programında nakşçılar öz vəzi bilan birgə nakşı etidi. Siz Şinjan Sunni Hamra televiziyasının ammavi ündidarsızını qoşub elib, özünüz etqan nakşılarını sın arqılıq əvəzsiniz, studiyaga kim keldi programmasida çolpanlar bilan birgə nakşı etiş fürsətiga erişəlaysiz. Her bir san programımızda məstanlarımızga çolpanlar bilan nakşı etiş fürsətini berimiz. Programımızga qızğın qatnashib, nakşılar bilan birgə nakşı etiş fürsətiga erişişingizni chin dilimizdan ümid qilib. Yaxşımısızlar görürmenler, ben Qazaq qızı Tursungyul Qusmandan özünüzlərə otluq salam. Ben nakşi etişini bək yaxşı görmən. Hem bevas tarqıtışda nakşi etib tarqıtıman. Ben çoğun saytlarga chiqib baxmağan. Bugungi studiya kim keldi programmasiga men eng yaxshi ko'radigan to'rcholpini kepti. Men onun bilan birga nakşi talaydigan bo'ldim. Men bək xushal. Shavkat Tursun, bugungi studiyaga kim keldi programmamizga biz shundaq bir mehmonni taklif qildik. Tayyorliqlar bitdimi? Tayyorliqlar bitdi. Muzikant balla taqbilab saqlab turyapti. Kayfiyatlar bugun boshqacha. Menmi sizlarga o'xshash shunday hayajonda turibdiman. Bugungi programmamizning bu soniga kelgan mehmonimiz bo'lsa, to'r dunyosida hammamizga tonilgan naqshchimiz Qanay marhamat Dilbar. Orunduq Fatamana. Voy, Fatmandığa. Men müşü baştilam oylagancha müşü orunduq meselesini. Dilbar, yaxshi keldingiz. Shunchalik xush bo'ldik sizning bizning programmaga kelganingizga. Xush bo'ldik. Ko'p rahmat. Dilbar Abobahri desa, ilqi to'r cho'lpin Dilbarmi deb hammasi biladi-ku. To'g'ri. Bizmi sizni yana bir qadam cho'nqur tushunish maqsadida ba'zi bir mastanalaringizning hamda ko'rmanlarimizning sizga degan yurak so'zlarini bugun naq maydonga keldik. Eng oldi bilan Oppo televizorda chiqayotgan mushu so'zlarga quloq solsak bo'ladimi? Voy, bo'ldi, nimda yaxshi. Salam do'stlar, men Guljamal Sabit. Men Dilbar adamning naqshlarini yoqtirib anglaydigan anglag'uvchilarning biri. Dilbar adam mening nazarimda bo'lsa, xushchaqchaq, naqshiga o'tdek mehr muhabbati bor bir naqshchi. Men Dilbar adamning bundan keyingi ishlariga utuq tilayman. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin ada. Hay Dilbar ada, yaxshimi? Siz bizning nazarimizda haqiqiy bir to'r cho'lpini. Sizning naqshlaringizni bekmi yoqtirib anglaymiz. Mening nazarimda Dilbar adam ommabop usuldagi naqshlarini intayin chiroyli aytadi. Onun naqshidagi puroqlari bo'lsin va yoki naqsh etish uslubi bo'lsin, intayin o'zgacha ham go'zal. Men adamizdan naqshlarini intayin yoqtirib olmayman. Mana bu mastanlaringizning, ko'rmanlarimizning sizga bo'lgan bahasi shunday yuksak. Endi men o'zingizim so'rag'im kelyapti. O'zingizga 3 xil so'z bilan bir baho berib bax desa, masalan siz qanday tasvirlaysiz o'zingizni? O'zimizni maqtaydigan erkakga o'xshaymiz qaraganda. Birinchidan o'zimni rastimni desam, oq ko'ngil deb baholayman. Ikkinchidan xalqimiz degandek o'zimni to'r cho'lpini deb o'ylayman. Albatta. Uchinchidan mijozim haqiqatan xushchaqchaq. Har qanday mayli cho'nglar bo'lsin, kichiklar bo'lsin, hammasi bilan intan yaqin oraliqda sözüşüp fikirleşelayman. Naqshlaringiz texi go'zal, o'zingiz ana shunday go'zal, ham mijoz xulqlaringiz shunday uchuq. Shundaymi? Ham bo'dak. Umaq bo'dak. Dilbar muallim bek xushxo'yjimi? Har bir gaplaridan o'ziga degan ishonchisining zo'rliqi bilinib turdi. Dilbar, mushundaq to'r hammamizga bek umumlashib ketgan davrda siz nayiti bizni faxrlandirib to'r cho'lpini bo'ldingiz. To'r cho'lpini bo'lishdan burun o'zingizning mushundaq bir cho'lpan bo'lib qolishingizni o'ylab baqqanmi? Yo'q, o'ylab baqmagan. Rasmi?
Biraz öyde şu bal beqib o'tagan vaqtlarimda o'zimcha men bir naqsh etib boqaymi ya buningda deb boshda ekran ta'tir qartib turib ochdim. O'zimni ko'rsatmay. Unga qarsam 7 odam, 9 odam kirgan bomamda nima deb necha kun o'tib ketgan keyin o'zimni ko'rsatib etib boqay. Mana shunday chiroyli bo'lganiki mening ko'zim. Baribir ekran ustim chiqqandikin dedim-da. Etib boqdim. Esam Tuyuqsuzla buni hambakirlayotganda, hambakirlagan keyin intan ko'p odam kirdik. Bora to'r cho'lpinga aylandim. Dilbar, mengu sizning naqshlaringizni bir qator bilaman, lekin endi o'zingizning nazarida qaysi naqshingiz mushu to'rda bak moda bo'ldi deb qaraysiz? Mening mushu ijodiy kuylarimdan Shamol degan naqshniki anglash qitimsan intan ko'p bo'ldi. Ay muğamkin goya mendekla durar meyüz boynunu Moda bo'ldi degan naqshingiz qaysi deb qaraysiz? Bevosita taqib chiqayotgan vaqtimda bir qisqa film, qisqa video intayin ko'p tarqaldi. Mushu bizniki yosh ijodiyatchimiz Abduveli Nurtay inimizning ijodiy kuyi, shundaqla o'zi o'rilgan Yar yo'qlar degan naqshni men intayin yaxshi ko'rib qoldim. Yaxshi ko'rib buni qizlarmi aytib baqsa qanday bo'lar deb men buni bevosita taqib aytdim. Lekin buning anglash qitimsani intayin ko'p bo'lib ketdi. Bas. Undan keyin yana biriga Qazoqlarniki Tatta Aro. Tatli qiz degan naqsha. Meni hozir Dilbar Tatta Aro deydik. Tatta Aro. Aytaymi? Daldanda boshqadanda Tatta Aro. Teksagan jarasadi maqtanu. Armanım özün menin bakta bu tataru ay dese dattanu ayga da baramey жұлдыз de janamey günde sen gün bolsan qasыңda qalamey qaysеңде өзің мен бақытты боламын. Muşu sizin biz programımızga taklif qilishdan burun sizning aytgan naqshlaringizni, sizning tarjimalariңizni to'g'ri yo'llaymiz-ku. Shundaq bir o'tganlarimiz bor. Shularni biz yo'llagan vaqtimizda sizningki nurg'un ko'rmanlaringiz, mastanlaringiz bizga nurg'un savollarni tashladi. Endi mushning ichidan o'zingiz tanlab bir javob berib bersangiz, nayt ras samimiy ashu qat'iy yo'shirib Eg'irligimni soramiz, nima so'rsa mayli. Qani Oppo televizor qarayli. Qanchani savol tanlaysiz? Unda qolsa men mushu Jipsandan ikkini tanlayman. Voy. Yaxshimizlar, men model Shavkat bo'laman. Dilbar adamniki nurg'unlagan yaxshi naqshlari bor. Masalan, Shamol, Tataru, Baldirim va bundan boshqa yana nurg'un yaxshi naqshlari bor. Dilbar adamni o'zimi shunday tirishchan, ham ko'z ko'radigan naqshchimiz. Bu yerda endi tordashlarimiz menga o'xshash so'raydigan bir savol bor. Dilbar adam shu naqsh etish jarayonida siz muntazam tarbiya olganmi? Shuni bizga bir tushuntirib bergan bo'lsangiz, rahmat sizga. Dilbar muallimning bu vaqtdagi hikoyalari chuqur qiziqarli. Menmi anglashga intizor. Mal savol intayin yaxshi savol bo'ldi. Mendimi mush bevosita aqtishdan nurg'un odamlar so'raydi. Meni siz o'qituvchimi, san'at o'qituvchisimi deb so'raydi. Yani ba'zida siz maxsus o'rgangan ya qaysi o'makda ishlaysiz deb so'raydi. Lekin men muntazam tarbiya olmagan. Men o'zimning talantim orqali to'rjolpun bo'ldim. Endi meningki mushu san'atdagi talantimga mening oilam ta'sir ko'rsatgan. Men lekin kichik vaqtimda naqsh emasdim. Men intayin usulni yaxshi ko'rardim. O'chaqda ustixon chag'ayliqda usul o'ynaydim. Keyin mening dadam duta tambirdan naqsh aytadi-chi. Dadamning tarbiyasida men barabara san'atga qiziqdim. Endi keyin mening akam mushu san'atda maxsus o'qigan. Keyin opera o'makda ishlaydi. Olimkamni taniymiz hammamiz. Shu akamningki atrofidagi muhit menga bek yaxshi ilhom bergan. 91-yili Shinjongda shuning ximiya fakultetida kirib o'qidim. Birinchi kirgan yilim men qo'rqmasdan o'zimni musobaqa tizimida oldim. Musobaqa tugdi, men birinchi bo'ldim. Shuning bilan menga bu bir ilhom bo'ldi. Davomli tirishdim, maytaq xizmatga o'rlashdim. Xizmatga o'rlashish jarayonida men shu yerda xizmatdan sirt yana
restoranda, toylarda naqsh etdim, bizning muzika atraplarimiz bo'ldi. Shu vaqtlarda men turmushliq bo'lib qoldim. Aile uchun, bola uchun men bu sahnadan vaqtliq chekinib ketdim. Bevosita taqitishga chiqqandan keyin, siz nalarda qolgan burun Dilbar deb intanchiq odam so'raydi. Ba'zilari yo samirib ketganligingiz uchun ekranga chiqmaganmi ya deb so'raydi. Keyin balalarim cho'ng bo'lgandan keyin mana shu havzan orqali yana qaytadan o'zimningki yaxshi ko'radigan san'at kasbini tepib oldim. Bu men uchun eng xushalliq ishda bu. Programımızın xas namını ağan Şinjan Paridio Soçeklik şirketiga, Oppo Reno 5 yurishlik yan telefonlarının hamkarlaşqanlığıga, YG qahvalarının strategik hamkarlaşqanlığıga alayda rahmet eytimiz. Endi yana bir savolga javob berib beramsiz? Bo'ldi. Qaysini tanlaysiz? Ketini tanlay. Sәлеметсіздерме, құрметті көрермен, мен Dilbar xanımның әнін тікелей эфирден үнемі көремін. Маған қатты ұнайды. Dilbar xanım тікелей эфирде 6-7 сағат ән салады. Сонда таң қалам 6-7 сағат ән айтқанда шаршамайма деп. Dilbar xanım, сіз осы тікелей эфирде тірі дауыста 6-7 сағат ән салу өнерін қалай жетілдірдіңіз? Bunu köp adam so'ragan mendan. Siz hamamsiz deydi. Hamaydigan adam yo'q. Lekin bevosita taqtish qilib qolsam, shu ko'rarmanlarningki qizg'inligiga qarab o'zim to'xtamay qolman. Tugitadigan vaqtimda eng oxirgi bir naqshajmi mavu deyman. Yon birini aytdim, pulon naqsh aytdim ada. Yon men naqsham qoldi ada desa 100 kilometr aytib ketmanda u 6-7 soat bo'lib ketadi. Yana biriga shu aytgan siri aytqim kelibdi menimi. Endi shu naq maydon naqshi aytish haqiqiy naqshchilarni tavlaydigan bir maydon. Albatta. Mayli, endi siz o'zingiz shunday yaxshi ko'rsingizmi, boshqalar shunday to'xtamay talab qilsa-mu, buningga ichidan shunday bir talant, qobiliyat bo'lmasa, hem şundaq chidamchanlik kuchi bo'lmasa qila oladigan ish emas bu. Hem sizmi shundaq talantni qanday yetildirgan? Men boydidan 10 yil oilda bola beqish sababidan naqshidan chekindim dedim. Lekin uyda men 1 minutmi naqsh kasbini tashlab boqmadim. O'zim aytaman, o'zim anglayman. Bumi ovoz mashq qilishga intayin yaxshi bo'ldi ekan-ku. To'g'ri. Mastanlaringizda qancha yosh atrofidagilar ko'proq salmoqni egallaydi? 30 yoshdan 60 yoshlargacha. Anandaki shu har millatdan anglovchilaringiz bak ko'p sizning. Shundaqmi? Mening shu yana bir alaydigim ko'p millatning naqshlarini aytaman. Masalan, shu Uyg'urcha, Xanzucha, Qozoqcha. Dilbar, unda bo'lsa bizning shu YG qahvalarni ishga 我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间，不知道未来还会有什么风险。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，妈妈笑了，天亮了。Dilbar, mayli to'rda bo'lsin, televiziyada bo'lsin, tonilmaq, chulpan bo'lmaq oson gap emas, shundaq-ku. Sizning shu to'rda bevosita qitishlarda tatgan jafoyingizmi oz emasmikin deyman men. Albatta, intayin ko'p buni sanab tugatgili bo'lmaydi. O'zimizga o'yinshi bo'lib ketimiz, o'zimiz muzik qo'yib, o'zimiz o'chirib ovozning xuyinlari bor yo'q. Hozir anglovchilarimiz ko'p ketdi. Ba'zilari yuqori degan, ba'zilari tuvan degan ularni moslashtirish uchun xil jafo chekimiz. Anandan keyin tanlagan naqshlarimiz, ish qilib bu naqsh tanlash intayin jafoliq. Yana biriga ko'rurmanlarimizning suoli intayin ko'pda. Ba'zilarini ko'masga o'tkazayman. Yana ba'zilarini qiziqarli bir javoblarga aylantirib o'tkazayman. Yana ba'zida ma'vo bevosita taqtishga bek berilib ketib qolsam, bolalarning o'qishiga sal ta'sir etib qoladigan shundaq bir qator qiyin masalalar intayin. Lekin men mushta qarsam, siz butun hayot yo'lingizda va yoki shu oddiysi bevosita tarqatishlaringizda o'zingizga yaxshi taraflarni qabul qilib olib, sizga azroq yomon tarafdan ta'siri bo'ladigan shundaq taraflarni shallab chiqarib etib, oldingizga davomli
ilgirlep meni etipsiz. Ha Dilber, yana bir sual qarab turdi mana. Yani bir sualga cevap berip bersiňiz. Qaysyn tanlaysiz? Men yana shu jip altın tanlayman. 嗨，大家好，我是歌手迪丽拜尔的同事和朋友。迪丽拜尔是一位非常有才华的歌手。记得以前他唱过一首歌，我要找到你，不分南北西东，感觉直觉会指引。这首歌迪丽拜尔唱的特别有韵味儿，让我至今都难以忘怀。这些年来，迪丽拜尔一直在追求音乐的道路上不断前行，也取得了很大的进步。作为一名音乐爱好者，我一直也想问你一个问题：今后你是继续选择做一名网络歌手，还是选择做一名舞台歌手？ Mening mushqitim studiyaga kim keldi programmasi qatnashganimning o'zi sahnaga yuzlanganimni bildirdi deb o'ylayman. Meningcha Dilbar muallim texmi cho'ng sahnalarga yuzlandi. To'g'ri Dilbar. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının şundaq bir programmasida ikimiz şundaq ko'ngillik paranglashib, yine naq maydonda naqshlaringizni anglab, nayt yaxshi bir qism filmda birga hamkorlashdik. Buningdan keyingi shu naqsh kasbingizning sahnalarda texmi javlan qilishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat deganingiz kelsin Adila. Dilbar, mana naq maydonni boshlab etmasak, bo'lmadi. Bizning butun muzikantlar saqlab turyapti. Naq maydon qaysi naqshlaringiz keldingiz? Ben şu bevosita taqitishda eng ko'p talab qilinadigan naqshlarni ekeldim. Ko'ngil degan naqshini. Ko'ngil. Anandan keyin balalarim temisidagi naqshamni yaxshi ko'raman. U naqshingizni shu qozoq xalq naqshlaridan Sarjaylov qo'shig'ini. Sarjaylov. Anandan keyin ayrim Dün biz yaxshi ko'radigan naqshlarni aytibsiz mana. Mush qizg'in kayfiyatda sizni bir sahnaga taklif qilib olaylik. Qaylamsaq Dilbar. Dilbardan sahnaga chiqdi. Ballar, yaxshimsizlar. Bugun sizlar bilan naq maydonda musiqa o'rlash, naqsha aytish fursatiga ega bo'lib, men intayin xush bo'ldim. Bugungi hamkorligimizning ko'ngilliroq bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Dilbar, mana to'r dunyosidagi cho'lponimizning studiyaga kim keldi programmamizning sahnasida javlan qilganligidan bak suyundik. Qani, marhamat. Dilbar hamkorligimiz yaxshi bo'lsin. Boshlab ketgan bo'lsak, eng avval muzikani bir sinab olgan bo'lsak, muzikant bolalar birlikda hammamiz shu birinchi naqsini bir chap boqqan bo'lsak. Yaxshi. Bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi, biz bolalar boshladik, ha?
sesinizni men to'rdoshlarni anglab qolmasdan bugungi televizor oldida o'tirayotgan barliq ko'rmanlarimiz oxiri sizni bizning sahnada to'liq qoltingiz bilan ko'rdida mana. Men shunchalik xush bo'ldim. Sizga rahmat. Yana biriga bizning jafo tatgan muzikantlarimizga rahmat. Sizning ikkinchi naqshingizga qaysi naqshini o'ylashimiz? İkinci naqshiga men shu O'zguy studiyasi bilan birlashib ishlatgan bir ijodiy naqshimiz bor. Balllarım temisidagi. O'zguy studiyasi haqiqatan bizdek naqshchilarga ko'p ijodiyatlarni qilgan. Biz bilan nayt yaxshi hamkorlashgan hamda bizningki san'at hayotimizga ko'p iznalarni qoldirgan. Sizin yana naqshini aytmay turib, yana so'rg'im kelyapti. Bugun mushu naq maydonda nima uchun mush ballarim degan naqshini aytishni o'ylab qoldingiz? Mening 2 bolam bor-da. Bir o'g'il, bir qiz. Bir naqshchi bo'lish sifatim bilan mush ballarimga bir naqshi ishlatib aytib baqsam, bir aslim bo'lib qolg'idek deb men Shokat Isxonga maslahat soldim. Ammo u men o'ylagandim yaxshi ketdi. Bu naqshini hozir mana aytqili naq 1 yil bo'pti. Mushu to'rdoshlarimiz bo'lsin, mayli van yunlar bo'lsin, buni anglash qitim soni intayin ko'p. To'g'ri. Sizning ballaringiz, bizning ballarimiz, sizning ballaringiz dunyoning ballari. Albatta bu naqshini butun dunyodagi ballarimizga so'q qilamiz. Marhamat. Şinjan Paradiyo Soğut Çeklik Şirketi xasnamını ağan, Oppo Reno 5 sürüşlük yan telefonları hamkarlaşkan, yega qahvaları, stratejilik hamkarlaşkan studiyaga kim keldi programımız davamlaşmakta. Oğlum otluk günün misali, kızım ne biz aynı visali. Oğlum otluk günün misali, kızım ne biz aynı visali. Yükmez edim, öçmez çirgim, ay kuyaş durup alam misali. Yükmez edim, öçmez çirgim, ay kuyaş durup alam misali. Ballarım, hayatım, takdim, balar için temeynu takdim. Balar gülsün, gelgisi gülsün, balar benim mengülük takdim. Ballarım, hayatım, takdim, balar için temeynu takdim. Balar gülsün, gelgisi gülsün, balar benim mengülük takdim. Oğlum benim, kızım benim, mengülük baktim.
şu naqşınız arqılıq muş münasibət bilan studiyaga kim keldi programmamız arqılıq ekran aldıda olturğan bizning barlıq söyümlük ata-analarımızga, şu ata-analarımızın söyümlük ballarıga, hammaylanga xotirjamlik, xo'shallik tilaymiz. Dilbar xabaringizda bor, bizning mastanlar arzusini amalga oshirish o'tkiliga keldik. Men oxiri bizning qozoq xalqi yaxshi ko'rib anglaydigan, o'zim yaxshi ko'rib aytadigan Sarjaylov degan naqshini Dilbar molim bilan birga o'rinlaydigan bo'ldim. Endi sahnimizga taklif qiladiganimiz bo'lsa, sizning umrlik mastoningiz Tursungul Qosman. Tursungul, seni marhamat. Yaxshi-da? Mana güzel qozoq qizi Tursungul sahnimizda. Bir ko'rishinglarchi. Yaxshi keldingiz Tursungul. Kelganingizdan bak xush bo'ldik. En tuvanda o'zoringlarga Uyg'ur qizi Dilbar bilan qozoq qizi Tursungulning birilishidagi go'zal naqsha, go'zal yaylaq. Unda qo'sa Tursungul hozir aytmoqchi bo'lgan Sarjaylov qo'shig'ininki birinchi, ikkinchi kupletining beshidagi ikki misrani men, oxidagi ikki misrani siz aytsangiz, uchinchi kupletning beshidagi ikki misrani siz, oxidagi ikki misrani men aytay, andin qaytarmasini ikkimiz birga aytamiz. Tushunib oldingizmi? Onda qo'sa hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lsin. Boshlab ketaylik. Rahmat.
Dilber, Tursun-Gül, bizning Şinjan Eltaş Xalqaro savdo cheklik shirkatining sovg'alarini açıqdim. Eltaş dil davo ichimliklari teningiz saq bo'lsin, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, ovozingiz texmi jaranglasin. Voy rahmat. Tursun-Gül, sizning sog'lomligingiz uchun Eltaş Xalqaro savdo cheklik shirkatininki oltin kan ichimliklarini sovg'a qildik. Az bo'lsin qabul qilg'aysiz. Dilber, men Tursun-Gül bilan pastda oxirgi naqshingizdan bir huzurlansam, barliq tomoshabinlarimizga eng oxirda sovg'a qilmoqchi bo'lgan naqshingiz, Eng oxirida aytmoqchi bo'lgan naqsham Iron. qiynamsa, marhamat, juring Tursun-Gül. Programımızın xas namını Şinjan Paradiyo Savdo cheklik shirkati olgan. Hamkorlashgan o'rin Oppo Reno 5 yurishlik yan telefonlari. Strategik hamkorlashgan o'rin bo'lsa, Yegi qahvalari. 曾经想过，真不愿这样，好理由被迷惑，再也不愿多说为什么我是如此的冷落。午夜的烟火燃烧后，悄悄被黑夜吞没，不再闪烁，没有热情变成了冰河。请爱着我，请再爱着我，用你的温柔和承诺。我要向人们诉说，沉默不再跟着我。请爱着我，请再爱着我，甜蜜的感觉吸引我，不再拥有这份寂寞，在夜空，请你呼唤我。曾经想过，真不愿这样，毫无理由被迷惑，再也不愿多说为什么我是如此的冷落。午夜的烟火燃烧后，悄悄被黑夜吞没，不再闪烁，没有热情变成了冰河。请爱着我，请再爱着我，用你的温柔和承诺。我要向人们诉说，沉默不再跟着我。请爱着我，请再爱着我，甜蜜的感觉吸引我，不再拥有这份寂寞，在夜空，请你呼唤我。请爱着我，请再爱着我，用你的温柔和承诺。我要向人们诉说，沉默不再跟着我。请爱着我，请再爱着我，甜蜜的感觉吸引我，不再拥有这份寂寞，在夜空，请你呼唤我。Agar sizning hayotingizda qaysi bir jumla so'zni eng yaxshi ko'rsa deb so'rasa, siz nima deb javob berasiz? Ügünüş, ügünüş, yana ügünüş. Mayli turmushda bo'lsin, xizmatda bo'lsin, davomli tirishib o'rgansak, uning natijasini, halovatini cho'qim ko'rdik ekanmiz. Men haqiqatan mush so'zni bek yaxshi ko'ratdim. Biz o'rganguchilar, biz davomli tirishquchilar, biz go'zal atini yaratquchilar. Shuningga hammamizga o'g'inish, yana o'g'inish kerak. Mushu programmaning
shundoq yaxshi vujudga chiqishiga va bugungi kelishiga davomli qasd qo'shayotgan bizning barliq operatorlarimizga, xizmatdoshlarimizga hamda chiroqdagi xizmatdoshlarimizga, shundaqla sahna loyihachilarimizga hamda albatta bizning naq maydondan muzikalarni shunchalik go'zal ilib, joyida ilib bizga yetkazayotgan Shavkat Esxon apandi bilan Tursun apandiga ko'p rahmat aytamiz. Bel qo'yib etmay tirishish, izchillashtirish uning hayot mizoni. U ana shundoq bel qo'yib etmasligi tirishishi natijasida o'zining bugunini yaratdi. Go'zal, yiqimliq naqshlari, xushchaqchaq mijozi bilan hammaning yaxshi ko'rishiga erishdi. Uning kasbiy jihatdagi tirishishlari uning hayot yo'lini texmi dag'dam qilg'isi. Şinjan Paradiyo Soda Çeklik Şirketi xas namını ağan studiyaga kim keldi programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.